Ms. Kolbinar Sadiq, you were a teacher for 26 in schools in Urumqi when you were asked to go and teach to a bunch of illiterates in a camp, and you started the work on 1st March 2016. Can you briefly describe for the tribunal the conditions of the camp? Please remember that the tribunal members have read your rather extensive report and they are fully aware of it. But would you please briefly highlight the points in the first amendment camp? Thank you. Qalbinur Hanım, siz burun o'qituvchi bo'lgankensiz. 2017 yılı kampda o'qituvchilik, majburiy o'qituvchilik bo'lgan. Shuning uchun tunji erkaklar lagerni qisqacha bizga tushuntirib bera olamsiz? Bizning qo'limizda bütün sizning bayonotingiz bor. Shuning uchun o'zingiz shu qisqacha bizga tushuntirib bergan bo'lsangiz, erlar lagerni. Bo'ldi. Salam xonimlar, efendiler. Men jazo lager şahidi Qalbinur Sadiq. Bu Uyg'ur sud kollegiyasining bugungi qimmatli guvohlik berish fursati berganiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. 2017 yili 3-oydan 9-oygacha vatanimiz Sharqiy Turkiston Urumqi shahridagi Sanfango 5-kanit tog' ustiga qurilgan erlar kampusida majburiy Xitoy tili dars o'tishga evatildim. Mana bu ekranda ko'rsatilgani Sanfango 5-kanitdagi erlar kampusi. Bu erlar kampusi tog' ustiga qurilgan bo'lib, atrofi egiz tomlar bilan qo'rshalgan, uning usti elektronlik simlar bilan o'ralgan, saqchi harbiylar qurolliq, intayin qattiq qamal qilingan bir joy edi. Xuddi bu yerdagi harbiy saqchilar urushga tayyor turgandek shunday holat edi. Bu yerda tutqun qilingan erlar kamerlar ichi qorong'u, ularning derzlari butunlay qalaylar bilan qo'yatlangan, ular quruq simotda yotadi. Har kunligi bir taldan Xitoy momisi va quruq sho'girsi ichadi bular. Bu yerdagi Xitoy saqchilar tutqunlarni odam qatorida ko'maydi. Ular hattoki atalmish sinflarga kirib chiqish jarayonidami ishiklardan, temir ishiklardan xuddi ishtiqa o'xshash o'milatkizib chiqib kiradi. Ularning ishtiqa o'xshash o'ltirilishini, azoblanishini, qiyin qistoqqa elinishini ko'rib shulardan huzurlanadi ham xo'sh bo'ladi. Har bir kamerada 40 dan 50 gacha tutqunlar yotadi. Hem bu yerde opçi bir tuvalet bulup, her günlük 3 vaqt, her qıtımda 1 minutdan tuvaletga kirish, hem yüz qo'lni yuvish vaqti beriladi. Bu yerdagi tutqunlarni her daim ders vaqtlarida, tushlik aram vaqtlarida, kechlarda chaqirib echkitib so'roq qiladi. Chunki birinchi qavat so'roqxona yarasida bo'lg'achqa sinf intayin yaqin. Bular chiqiblar yarim soatgacha bularning intayin qiynalgandagi azobli ovozlari butun binoga angladi, binoni zilzila keltiradi. Bu kampdagi erlar choy soqollari butunlay tushirib o'tilgan, ustiga bir tutash erlarning ish kiyimlari kiygan, uning ustida seriq jilitning ustida nomer besig'liq. Shu nomerdan bularning bu tutqunlarniki 7-8 mingdan ortiq ekanligini belgili bo'ldi. Bular har kuni har xil qiyin qistoqlarga, zo'rliqlarga, dafsanchiliklarga, osh yalang'ochlarga bardashlik berib yashaydi. Bularning chiroyida qandidori yo'q, kuch mag'dur qatti yo'q edi. Men bu erlar kampusida 3-oyning 1-dan 8-oyning 28gacha 6 oy turdim. Bu jarayonda bu kampdagi tutqunlar bir haqiqatmi juyinib baxmidi, muncha kirib baxmidi, ularning bütün kiyimlari, badallari pishlab ketgan edi. Bu yerdan chiqib siz 2 kun uyingizda turgandan keyin yana bir lagerga o'qituvchilikqa evatilibsiz. Shu yana bir lagerni qisqacha, yana qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Men 2017 yili 9-oyning 1-dan boshlab shu vatanimiz Sharqiy Turkiston Urumqi shahri Tog'ungdagi qiz ayollar lagerda, ya'ni majburiy dars o'tishga evatildim. Mana bu Tog'ungga silingan 6 qavatlik bino, balkonsiz bino. Bu qiz ayollar kampusimi binoning teshimi intayin qattiq qo'rshalgan, yana o'xshashlar elektronlik simlar bilan o'ralgan, bino ichi, teshi, qo'ri hamma joyda saqchi harbiylar qurolliq intayin qamal qilingan 6 qavatlik bino edi. Bu joy qamal qilingan qiz ayollarmi 9 mingdan ortiq, hatto 10 mingga yaqin, 90% dan yuqori 18 yoshdan 40 yoshlar chamasidagi qizlar edi. Bu binoning har bir qavatiga birden sinf o'rlashtirilgan. Har bir sinfga 300 dan o'quvchi botidi. Bularning har bir kamerda o'xshashlar 40 dan 50 gacha qiz ayollar yotadi.
Bu joydagi qiz ayollarning hammasining sochlari tushirib o'tilgan. Ularning chiroyida qandidar yo'q. Bular har hafta dushanba kunida tug'maslik ukol urildi, dori berildi. Bulardan har dushanba kuni qon elinadi. Bu qiz ayollar turayotgan kamerlarning ichi qorong'u, lekin bularning tuvaletlari qiz ayollar kamerning ichiga o'rnashtirilgan. Har kuni bular navbat bo'yicha ashuni to'kib, dijornalik qildi ekan. Bu joydagi ishonchlik tunishimdan va saqchi kadrlardan bu joydagi qiz ayollarniki to'xtamasdan har kuni so'roq olib chiqadiganligi, so'roq jarayonida Xitoy saqchilarniki har xil shaklda dafsanchilik qilib, bosqinchilik qilib, hattoki o'pchi bosqinchilik qilishlarini angladim. Bosqinchilik qilishdan keyin yana Xitoy saqchilari qo'lidagi to'kaltaklar bilan shu qiz ayollarniki maqat yo'llariga, hatto jinsiy yo'llarga tiqib, ashlarni xo'rlaydi va qiynaydiganligini anglab, men o'zimni bosolmay, o'ng'rab yig'lab ketgan edim. Men bu ishlarni hammani o'z qo'lim bilan angladim. Andan keyin bu qiz ayollarniki sinflarga atalmış kirib chiqish, hattoki kichik o'rindiqda o'ltirib qo'pishdagi harakatlardan bularning qanchalik azoblanganligi, o'ltasi qo'polmaydi, qo'psi o'ltiramaydi, hatto shunday tasda mengishdim cho'chilik qiynaladi. Ashlarning shu turqilaridan, shu ahvollardan, shu holatlardan bularning qanchalik qiynalganligini ko'rinib turadi. Men bu qiz ayollar komisiyaga kelgan kunlar bu yerda tug'maslik dorisi ichib ukol urilgan 18 yoshdan 20 yoshlar atrofisidagi bir qizning odati to'xtamay 1,5 oygacha og'rib, qansirab o'lib ketganligiga shohid bo'ldim. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan bu fojialarni, bu zulmlarni, bu azoblarni o'z quloqimda anglagan bu dahshatliklarni bir kun unutib qolganim yo'q. Chunki men bir ayol kishi, mening qizim bor, hech kim bunday xo'rliqlarga qolmasin. Men 2017-yil 10-oyning oxiri bu qiz ayollar komisiyasidagi 6 oylik darsimni davomlashtirolmay, o'zim qattiq og'rib ketib, do'qbalni setib davolanishga majbur bo'ldim. Shuning bilan bu qiz ayollar komisiyasidagi dars o'tishim tamom bo'ldi. Siz shu sinfga kirgan vaqtda bu kelgan o'quvchilar erkin ma'nodimi yoki ularning qo'llarida, tutlarida kishan, qo'llarida nimalar? Men abay deganga o'xshash, men bu atalmish sinfga kirgan vaqtimda u yerdagi tutqunlar qo'llarida zanjir kishan tutqunida ular hattoki kamerdan chiqib kirgichimi temir eshiklar zanjirlar bilan 30 gradus ochilgan bo'lg'achqa bular xuddi ishtiqa o'xshash o'milab chiqib o'milab kiradi. Andiki atalmish sinfda bular kichik o'rindiqlarda zo'ngzib o'tirdi, intayin qiynalib, intayin azobli yaşaydı. Ularninki bularni normalda chaqirgan vaqtida ularning ismi orqali chaqiratdinglarmi yoki nomeri orqali chaqiratdinglarmi? Biz ularning ismini men bilmaymiz. Ism atashma ma'ni qilindi. Ularning faqat jilkisining ustiga qo'yilgan nomerlar va besilgan nomerlar shu nomer orqali chaqiriladi, nomer orqali biladi ularni. Sizninki shu 2017-yili tuqqan billi tuqqan bo'lish degan bir Xitoy kadrninki uyimizda tug'anligi to'g'risida qisqacha shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Men yana 2017-yildan buyon Xitoy hukumatiniki har bir oilaga majburiy o'rlashtirilgan qo'shmoq tuqqan Xitoy kadrlarini kutishga majbur bo'ldim. Bu Xitoy kadri har oyda bir hafta uyimizda qunatdi. Bu qo'shmoq tuqqan Xitoy kadrining qo'lida Xitoy hukumati tushirib bergan hujjatlar bor edi. Ya'ni buningda 5 ta birga bo'lish degan hujjat, bu Xitoy kadri shu hujjatdan foydalanib, har xil po'qirliqlarni, dafsanchiliklarni qiladi. Bu 5 ta birga bo'lish hujjati birga tomoq yetish, birga tomoq yeyish, birga uyg'unish qilish, birga sayl qilish, birga yetish. Bu Xitoy kadri mushu 5 xil birga bo'lishdan foydalanib, sobiq yo'ldashim bor edimi? Bana her xil po'qirlarni qildi. Men bu dafsanchiliklarni, bu po'qirliklarni qat'iy unuta olmayman. Ya'ni masalan, biz tomoq yetish jarayonida bu Xitoy doim qishimga chiqib oladi. Chunki birga tomoq yetishni uyg'unish deb bor bizda deb. Bo'ldi sen qarab uyg'onsang bo'ldi deyman. Lekin bu Xitoy sen majbur mening qo'limni tutib turib menga uyg'otishing kerak deb, mening qo'limni tutib turib uyg'onishimga majburlaydi. Tomoq pishib bo'lgandan keyin birga o'tirib yegan vaqtimizdami, bu qasdanga bak issiqga uyim, men bak isib ketdim deb o'zining kiyimlarini butunlay savitib, faqat kaltishtalar bilan o'sha yerda o'tirib birga tomoq yedi. Hattoki
Tamaqlarına bek oxşaptı. Sen bek güzel hanım. Ben senden bek hoş oldum. Seni kucaqlab alsam bolamdı, suyub alsam bolamdı deb sobiq yo'ldoshim bor yerdim o. Meni u yerda quchoqlab oladi, hattoki meni necha qatim suyub oldi. Men bu depsanchiliklardan faqat bardashib beramadim, lekin yana shu kulib turishga majbur bo'lib o'tdim. Endi shu butun o'g'laningki tanlash nemasi bilan eng oxirida sizni tanlabdi, shu o'qituvchilik qilishga sizni tanlabdi. Sizning nazaringizda nima sababdan, nima uchun sizni tanlab qoldi? Men oldi bilan Xitoy tilida o'qigan, bu maktabda 28 yil Xitoy tili darsi o'tdim. Men bu maktabda birdan-bir o'zbek millatim 2016 yildan boshlab bu Xitoylar bizning maktabimizda o'qituvchilarni har xil shaklda uchuq dars o'tishga, har xil shaklda Xitoy tili imtihon berishga o'rlashtirildi. Eng oxirida buni xulosalab, natijalab, imtihon nomeri natijasi eng yuqori bo'lganini baholab shu yerga ivatdi. Sizga savodsizlarga dars o'tsan deb yo'llabdi. Siz u yerga borgandan keyin erlarningki savodsizligini ko'rdingizmi? Yoki u yerdagi erlar Xitoycha biladimi? So'zlaganlarini angladingizmi? To'g'ri, siz aytgandek, bizga yig'in ochganda, bizga uxtaganda, sizlarga biz bir turkum savodsizlarni yig'ib berdik. Shularga davlat tilida dars o'tsa deb ivatgan. Amaliyotda men borgan u atalmish savodsizlarga tarbiyalash markazida u yerdagi o'xshamaydi bular yig'in aytgan o'xshash. Chunki bu yer intayin qattiq qamal qilingan bir turma, bir lager, bir kamp edi. Bu yerdagi kishilar dastlab tutib kelinganlar diniy zotlar, ulamolar bo'lg'achqa, bular haqiqatan Xitoy tilini bilmaydi. Lekin 3-oyning 20-sidan 4-oyning 10-igacha tutib kelingan ko'p sondagi shu tutqunlarning hammasi 18 yoshdan 40 yoshgacha, ya'ni bular hammasi intayin oliy bilim yurtlarida bilim oshirgan oliy ma'lumotli, chet ellarda, Amerikada, Yevropa davlatlarida o'qib, qaytib kelib vatanga o'zining tuqqanlari bilan ko'rishib ulgurmay bu kampga tutib kelingan oliy ma'lumotli ziyolilar edi. Qancha yoshda? 18 yoshdan 40 yoshgacha. Siz her kuni shu 6 soatdan 7 soatlik ders o'tibsiz. Bu darslar nimani o'rgatdingiz u yerda? Biz eng dastlabda bu 6 soatdan 7 soat, hattoki shahardan tekshiruvchilar keldi deganda 8 soat davomli bu darsimiz. Chunki ularga takror qilib pishqilishimiz kerak. Eng dastlabda Xitoy tili darsininki asosiy bilimlarini o'rgatdik. Keyinida Xitoylarning o'zining atvagan qizil naqshini o'rgatdik. Yani Xitoylarning o'zininki davlat she'ri, davlat naqshisi va anaki qizil naqshi deganimiz, ya'ni shu Xitoy kompartiyasi bo'lmagan bo'lsa, bizning bugünkidek baxtli turmushimiz bo'lmaydi. Qatorliq mazmunlardagi ashlarning o'zi bekitib olgan, o'zlari bizga tushirib bergan shunday naqshlar. Endi siz o'qituvchi bo'lgandan keyin siz ular bilan, o'shadagi erlar bilan bevosita aralash fursatingiz yo'q. Ama siz ularninki intayin qiyin qistoqqa ilinganligi, xo'rlanganligi to'g'risida bizga so'zladingiz. Siz bizga tushuntirib bergan boshqa yana qandaq bir faktlaringiz bor, misolga mushularninki xo'rlanganligi degan o'zingizniki deganingiz bo'yicha. Bildim. Bu joydagi tutqun qilingan erlar men yuqorida aytgandek haqiqatan her cihetten qiyin qistoqlarga uchraydi, xo'rilinadi. Andan keyin men odatda normalda dars o'tib, darsdan tushib qaytadigan vaqtida bu joydagi ular biz bilan normal paranglashib qat'iy bo'lmaydi. Lekin shular o'zining jinidan joq to'ygan bo'lg'achqa bir ikki qatim yuz berdi bu voqea. Bir qatim darsdan qaytib chiqib olsam, o'tirdagi bir diniy zot kichika uning gapini shunday his qildim. U dediki, mening uyim Smot zavod mechitning ichida. Mening 5 balam bor, kichik emisi. Men sizni utunib qolay ma'lum, ashlar xabar qilib qo'ysangiz, mening mishadligimni bilib qolsin deb menga yolvirdi. Biz keynimiz qarab ularga gapirishga, qarashga qat'iy bo'lmaydi, shuning uchun men uni anglamagan hisob chiqatdim. Islam u kishi yo'qolib ketdi, boshqa kamera yo'tib ketildi deb xabar topdim. However, the next day that man disappeared. Yana bir necha kundan keyin bu joyda Xitoy tili o'rganishga oid aktiv bir kishi bordi. Bu kishimi darsdan tushib qaytayotgan vaqtimda yana menga dedi, "Ma'lum mening uyim Tangirtog rayonidagi Dava yo'lida Toshkent restoraniniki beqinda bir do'konimiz bor. Mening ayolim yangi degan oz qolgan. Mening ayolim mening mishadligim xabardor bo'lib qolsin.
dedi ben onunla cevap verişke ilacısız karmay çıkıp kaldım. Bu joydagi so'roq chaqirib chiqitilgan erlar haftalab, hattoki oylab darsga qatnashamaydi. Bular o'zining kameralarida qiyin qisliqlarning og'irligidan bular mengish manga bo'lg'ashqa kameralarda davolanadi. Nurg'unlari og'ir qiyin qisliqlardan, azoblardan boshqa kamplarga yo'tkab ketildi deb anglaydik. Amaliyotda bu yerdagi nurg'un kishilarning yana og'ir diabet kasali, yoshirin yurak kasali bor ekan, qon besimi bor ekan degan bana sabablar bilan nurg'un kishilar bu joyda o'lib ketdi. Xitoy hukumati nurg'unlagan videolarni ishlatib, kampadagilar tarbiyalanishdan tutirib chiqdi, biz ularni qo'yib etdik degan bo'ldi. Amaliyotda sirti qo'yib etilganlar qiyin qisloq jarayonida put qo'llari yaralangan, ham sesib, kesib etilgan o'shandaq kishilar. Chunki ko'chalarda, jamiyatda nurg'un majruhlar ko'payib ketdi. Hatto so'zlash mundaq nemisdan mas'ullik o'rligan, nima deymiz odatda, ro'yi jihatdan besimga uchirgan mundaq kishilar ko'chalarda, jamiyatda ko'plab ketdi. Siz shu lagerdagi amaldorlar bilan paranglashgan vaqtlarda ularning eg'izdan shu lagerdagi qamalgan kishilarni ular qanday atatdi? Ularni nima deb atatdi? Men shu joydagi saqchi amaldorlar bilan, Gundupay boshliqlari bilan qo'roda paranglashatdim, chunki qo'roda kuzish apparatlari yo'q bo'lg'achqa ular faqat ularni tutqunlar deb ataydi, tutqunlar deb ataydi. Andan keyin men shulardan nurg'un ma'lumotlarga, bularning masalan qanday qiynash usullari bor, bularni qanday so'roq harakatlari bor, usullari bor ishlarni biladim. Bulardan ko'p ma'lumotlarni, ko'p xabarlarni ishlarni anglagan. Bu joyga saqchi shopirlar bizni o'zining boshida opirdi, akildi, tushiydi. Bu tush jarayonidami shu saqchi shopir saqchi Xitoyga o'zlari tangbiroq saqchi Xitoyga so'kbat jarayonida menga anglatdi. Ya'ni har doim bu joyga qamalgan tutqunlar jamiyat uchun bir ofat. Hukumat bularni mushu kamp lagerlarda ujuqtirib tugutish kerak. Chunki bular jamiyatga qo'yib etilsa, bular bir ofat degan gaplarni takror etdi. 2017-2018 jarayonida bir qancha qatim siz shu to'xtatish uchun majburiy to'xtatish beşinizga keldi. Shuni tushuntirib berasiz. Bo'ldi. 2017-yili bizniki aholilar komiteti topimizda mana bu uqtirishga o'xshash bizga maxsus uqtirish kelatdi. Dastlabda 2017-18-yillarda bu uqtirish 18 yoshdan 50 yoshgacha qiz ayollar Tangirtaq rayonidagi mana bu Chanloyan o'ltiraq rayoni mushlarni olatdiq. Bular bu uqtirishlarda ko'rsatgandek biz cho'qim shu joyga berib uzuk soldirish, tug'maslik operatsiyasi qildirishimiz kerak. Uqtirishda aytgandek biz agar ularning xizmatiga moslashmasak, butun tuqqanlarimizni, hatto yo'lishimizni to'g'ri tikkan bo'ldi ekanmiz, ham o'zimizning bexatarligimiz yaxshi bo'lmaydi ekan. Ham bu uqtirish aniq degandek, agar yana moslashmasangiz, saqchixonaga berib, temir o'rindiq o'tirsiz deb uqtirish qilgan. 2019-yili 5-oyning oxiri mana bu Urumchi shahar Tangirtaq rayoni Chanloyandagi bu ambulatoriyada men bunday yuzigan qizlarga o'xshash 4 soatlab uchrab turib bu yerda tug'maslik operatsiyasi qilindi. Xanım sizningki qancha bolangiz bor? Qonun bo'yicha qancha bolangiz bo'lsa qonunliq bo'ldi? Mening faqat bir qizim bor. Bu qizim Gollandiyada o'qiydi. 2011-yili 5-oyda Gollandiyaga kelib o'tiraqlashgan. Odatda Xitoyda Uyg'urlarga, ya'ni Uyg'urlarga ikki farzandlik deb bor. Biz yangi xizmat qatnashgan bo'lg'achqa xizmat besimimiz qattiq yuqori. Men shu bir farzandlik bo'lgan. Andan keyin bu Xitoy hukumati bizga maxsus planliq tug'utdagi sharaf guvohnomasi bergan. Lekin bu operatsiya qilingan vaqtimizda u guvohnomani e'tirof qilmadi o'zi. Endi sizga viz beribdi, Xitoydan chiqib ketishga ma'qul bo'libdi. Shu nima uchun sizga Xitoydan chiqishga ruxsat qildi sizcha? Men oldi bilan yana abay degandek o'zbek millati
vatan qaytgan muhacir boğaşqa 2019 yılı 1. ayda kızım men ve sabık yoldaşımga tuqqan yo'qlar chaqiriq qog'ozi evatgan 2019 1. ayda. Bu biz chaqiriq qog'ozini tarjima qildirib shu joydagi Xitoy soqchilarini qishiga kirdik. Kirgan vaqtimizda Xitoy soqchilar mening kartlarimni ko'rib, sen o'zbek millati ekansan, vatan qaytgan muhojirga sen chet elga chiqishingni o'ylasak bo'ldi dedi. Lekin sobiq yo'ldashimni sen Uyg'ur ekansan, chet elga chiqishni ham xayol keltirma deb uni qaytarib Shu majburiy tug'ut operatsiyasi bu majbur qilindimi yoki siz eng oxirida o'zingiz ma'qul bo'lganlikdan bo'lganmi qanday hisoblaysiz? Bu tug'maslik operatsiyasi majbur qilindi. Chunki men bu ko'rsatgan o'xshash, bular uqtirishlarni evatidi. Uqtirishga qarasangizmi, uningda siz uning ixtiyor tanlash huquqingiz faqat yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, men yana o'zimning Xitoy hukumati bergan sharaf guvohnomasi bilan tug'diki shu kartamni elib, o'zbek millati vatan qaytgan muhojir degan kinishkalarimni elib, shu aholi komitetiga kadr qizning qishiga kirib, ashunga yo'l urgan bo'ldim. Chunki mening birli qizim bor, men ikkinchi tug'mayman, sizning qanday jadvallaringizga qo'l qo'yishga men rozi deb. Lekin bu faqatli kor qilmadi. Endi boshqa yerlardan anglaganda bu sizningki dars o'tgan bu lager tarbiyalash lager. Endi sizning o'quvchilaringizning ichida bir darajaga, ya'ni darsdan bir darajaga erishib shu yerdan qo'yib o'tilganlar bo'ldimi? Yo'q, undaqlar bo'lib baxmadi. Chunki bu gerçi atalmış tarbiyalash o'rni bo'lgan bilan hech qanday o'quvchi bu yerda darajaga erishib baxmadi, ham qo'yib o'tilmadi. Biz bu 6 oy jarayonida bir qatim o'quvchilardan sinoq imtihon olib baxmadik. No. Chunki guvohlik berish jarayonida izchil turda biz Xitoy hukumatining, Xitoy soqchilarining shunday har xil vichatlarda taktiklariga, bisimlarga uchrab keldik. Toki tunogin tushdan keyin qadar Xitoy soqchilari meningki boshlang'ich maktabdagi sekretar başlıqımızı ve sabık yo'ldashimni videoda so'zlab, mening bugungi mush Angliya sotida so'zlaydigan so'zlarimning hammasini yolg'onligini, meni azaldan kamp lagerlarda dars o'tib baxmag'ini, ham bizning u joyda Sharqiy Turkiston vatanimizda kamp lager ta'sis qilinib baxmagan, bu hammasi yolg'on. Hatto yo'ldashimni so'zlab, sabık yo'ldashimni mening ayolim tug'maslik operatsiyasi qildirib baxmagan, u yana tug'alaydi degan takliflar keldi. Siz şu bayanatınızda her ayda 7'ye yakın er kişininki yo'qolib ketganligi, 7 er kişininki yo'qolib ketganligi to'g'risida dersiz. Ammo shu to'g'riliq biroz tushuncha bera olamsiz? Ma'qul, xonimlar, apandalar. Men bugun bu yerda sotda berayotgan guvohlikimning hammasiniki chinligiga guvohlik beraman. Bu yerda men 3 kampda yatdim. Her bir kamerada 45 kishi 35dan 45 kishi insonlar birga yetishga majbur bo'ldik. Her haftada eng navqiron bolalar 16 yoshdan 40 yoshga bo'lgan insonlar almış chiqib turadi, qaytib kelmaydi ular. Yangi insonlar kelib turadi. Demek siz şu jarayonda yosh bolalarninki, ya'ni erlarninki yo'qolib ketganligini depsiz. Şunundan bu yo'qolib ketganlarninki qandaq bir alohidligi bor yoki nima uchun yo'qolib ketganlik to'g'risida biroz tushuncha bersangiz. Ma'qul. Men bu nihoyat bir sog'lom bir inson edim. Ya'ni 125 kilogram keladigan salmoqli bir kishi edim. U yerga kirgandan keyin bizni shu sizlar ko'rgandek zanjirlarda bog'lanib, eng ezib qilgan holatdimi ba'zi insonlarniki immunity sağlam turish nimasi yaxshilar. Shunday insonlarimiz, ya'ni 16 yoshga 40 yoshga insonlar har vaqt g'oyib bo'lishi bu normal ahvolda uning ichida. Oxirgi ko'rganingiz shu bo'ldimi? Yo'q, uni birisini qaytib kelganini men bilmayman. No, I don't remember seeing anyone returned. Bayanatınızda su turmusini so'zlabsiz. Shuni bir tushuntirib beramiz. Su turmusi degan nima u? Qanday? O yerda biz o yerda ularga bo'lgan qarishliklarimiz, bo'ysunmasliklarimiz, 5 xil jazoga uchraymiz. Bu su turmusi degan narsam, men shaxsan o'zim uni o'chirmadim, ammo o'chirgan bolalar bizga so'zlab berdi. İnsanlarni o yerda su turmusiga bo'ynin kekcha suvga chilab bir sotga isib qo'yiladi.
sizning bilishingizcha kimlarni shu yerga yo'lladi, qancha tutqunlar shu yerga yo'llandi? O'zingiz bilishingizcha. Sud turmusigimi? Sud turmusi yo'llangan boladan men ikkisini bilaman. Birisi Jur'atchan degan bir enimiz, 26 yosh atrofida. Birisi Amatchan degan bir enimiz. 23 yosh. O aniq esimda bor, Amatchan degan enimiz. Siz her ayda bizim kanalda bu jarayon 15 minutdan 20 minutgachilik bo'ldi debsiz. Bu jarayon demakchi bo'lganingiz shu qon ilish boshdan oxirgi jarayonimi, qaysi jarayon bu? Shuni biraz tushuntirib. Bu bizda har oyda boshqalarning hammasini o'sha mushtaq tizdirib deb bizniki eshikda kichkina bor, ashada xona chiqaramiz. Taxminan bizning farzimiz bu. Uni soat qarab bizning soatmi yo'q u yerda. Mo'lcharda shuni 10 minut atrofida elib beradi. Balki bizning qarshi har bir insonda shunday. Sizning bilishingizcha qaysi kasbchilarga eng ko'p tutildi deymiz? Shaxsan men atrofimda yotgan insonlarni bilishimda aniq esimda bor. Qarmay shahri bir neft shahri. U yerda qonun organi ishlagan Atavullah degan advokat apandim bor. İkinci maktabida o'qituvchilar Tahir muallim degan kishilar bor. Uning ichida hatto savdogarlar bor, cho'ng shirkat ochgan tijoratchilar, restoran ochgan tijoratchilar, har soha insonlarini o'z ko'zim bilan ko'rdim, ham ularni birga yotdim. Atavullah yana birisini ismini bilamiz. Tahir muallim. Tahir. Siz bayonotingizning 5'ida debsiz 2006-yili Qozog'istonga chiqib ketib, Ashaninki vatandaşlıqni alishga qaror beribsiz va buningda vatandagi ig'ir kamsitishlar to'g'risida so'zlabsiz. Mushuni qisqacha bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Burada. Men 97-yili Egilik boshqarish kasbiy universitetini bitirib, Beyjingda Qarmayga xizmatga o'rinlashdim. Lekin mening o'qigan kasbimga oid xizmat bo'lmasdan bir shopurlik xizmatiga erishdim. Endi siz Qozog'istonda yerlashgandan keyin doim berib kelib yuribsiz. Endi 2017-yili Xitoyga qaytgan vaqtingizda bir taraz qilib baqqandingizmi? Meni tutib ketami degan mundaq bir ko'nglingizdan bir o'tganmi shundaq bir gumon? Yo'q. Ne? Endi sizni tunji qitim uydan tutib, doktorxonaga olib boribdi. U yerda sizningki ishki a'zolaringizni tekshiribdi. Shu jarayonda o'zingizninki ishki a'zolaringizni evolamo degan shundaq bir qo'rqinchlikda bo'libsiz. Nima uchun bundaq bir qo'rqinchlikda bo'ldingizmi? Shuni biroz tushuntirib berasiz. Nima sababdan bundaq o'yladingiz? Chunki men o'zim Qozog'istonda tijorat qilayotgan vaqtlarimdami, men o'zim o'qigan kasbim shu sayohat va ilk boshqarish kasbi bo'lganligi uchun bu qiziqaman axborot nimasirdagi yangiliklarga, nimalarga qiziqib turaman. Shu sababdan men faoliyatchilarniki organlarning ilinayotganligi, hatto bizniki shu burun endi ig'ir jinoyatlar kesilgan Uyg'ur qarindoshlarimizniki ashuna o'ltirilib tashlanib turmalarda jastin vermaydigan ahvollardan xabarim bordi. Meni shu tashlagan vaqtida üntinsiz ovoz chiqarmasdan har vaqt atrofimda 2-3 insonni birga olib men bishim qarqaltirib ishni bilmayman. O'zlari kiyimlarimni soldirib majburiy shunday tashlashni o'tkazishida eng oxirida shu kiyimni yalang'ochlab bir narsalarni surib tashlagan vaqtida men yuraklarim do'pildab ishdan siyrakil tasqagan deb qo'rqinishdim. Endi sizcha bularningki bu qadar inchiklab tekshirishdagi sababi nima? Biz xuddi Qotandagi qo'yga o'xshab qolgan bir millat bo'lganligimiz uchun ular mana hozir sizlar ko'rayotgandek xalqarada qo'rqmasdan halol organ tashviqotini endi qilyotdi. Bizni anandan yana bir ish qiyin-qistoq olgan vaqtidami bizniki mana shu ichki organlarimiz qattiq ziyon zahmat o'chirmagan holatda qiynaydi. Endi sizni tunji tutgan vaqtda sizni terrorga bog'langan degandek shundaq sabablar bilan sizni tutibdi. Ama sizga buni tushundimi va qandaq bir paketlarning borligi to'g'risida sizga bir tushuncha berdimi? Bu to'g'risida menga hech qanday tushuncha berilmadi. Faqatlam mening o'zimning iqror qilishimni, ularning meni qo'llashdagi sababniki
3 xil jinoyatni atib turib qo'lga olibdi. Shandong Kongbu Fenzi tashviqot qilish terrorlikqa, Zhuzhi Kongbu Fenzi tashkillash terrorlikqa, Weihai Guojia Anquanzi davlat parchash o'rnigan degan jinoyat. Yana birisi aniki bu Bopshi Kongbu Fenzi terroristlar qanot ostida olgan degan bu jinoyatlarni atgan jadvalga qo'l qo'yishga majburlandim men. O'zim iqror qilishni talab qildi, qiyinchilikqa ilib, anharda shu jinoyatlarga qo'l qo'yishga qiyinchilikqa uchradim. No. Menlar emas kirganlarning hammasining qo'liga ashna narsada majburlandim ekan. O'ylab kirganlar har qandayniki. Bu lagerni bular tarbiyalash lageri deydi. Sizce bu tarbiyalash bilan aloqasi bormi? Bu lagerni en qisqa so'zda bir tasvirlab bergan bo'lsangiz. Bu lagerlash acaba mendek bir şirketniki muavin direktori bo'lgan insonga o lagerlarda ders o'rganishim va yoki kasb egilishim ehtiyojim yo'qdi. Hatta meniki agar aslin kampda o'ldirilgan dadammi hukumat ishlab pensiyaga chiqqan bir insonni o'ldirildi. Ularning atalmış narsalar hammasi saxta, yolg'on. Siz shu lager jarayonida Qozoq diplomatlarınki kelganligi va siz bilan suhbat o'tkazgan, sizga o'zingizning haq-huquqlaringiz to'g'risida tushundirgan, shu haq-huquqlarni qanday tushundirgan, shularni deb beramiz. Ma'qul. Menga ularning tushuntirishida birinchi haq-huquqim ular meni jismoniy emgakka sololmaydi ekan. Ikkinchisi og'rib qolsam davolaydi ekan. 3 vaqt tanqimni vaqtida berdi ekan. Bu mening haq-huquqim ekan. Sizningki shu lager jarayonidagi o'zingizning tatgan zulmlaringizni tushuntirib beraldingizmi? Mumkin emas. Uning oldiga chiqishda ular qattiq tahdid qilib turib, agar yashag'ing bo'lsa, sen bu yerda yotgan bo'lgan ishlanishqanligini demaysan deb, men hatto zanjirlarni ep tashlab, qo'limga qo'yishni salgan holatga chiqqan. Endi o'zingiz Qozoq bo'lgan, Qozoq millati bo'lgan sifatingiz bilan başqa Uyg'urlarga ko'rsatgan zulm siz bilan farqli bo'ldimi? Bizning his qilishimizda burunqi vaqtlarda jamiyatda va yoki turumlarni ishlatib bo'lsin, azroq bir bo'libmi Uyg'urlarga qaraganda boshqa millatlarga azroq bir farq botdi. Lekin men 2017-yil men o turmga kirgandan keyin farqi yo'q. Turma jarayonida siz ham deb cho'qim Qozog'istonga ketalaydi degan bir farqli bo'ldimi demakchi. Ya'ni turmaning ichidagi Uyg'urlar bilan sizga. Yo'q. Men chet ellik deganligim uchun, men chet ellik meni bunday muomala qilishga haqqim yo'q deganim uchun bir oy shu men 6 kvadrat debdim, aslida 3 kvadratlik zindonda yetishga majbur bo'lganman, yolg'iz kishilik zindonda. Bu sizni qo'yadigan vaqtda sizga shart bir qancha shartlarni qo'yib, uningga qo'l qo'y debdi. Ya'ni qo'yib berish shartlari. Bu qo'yib berish shartlarini bir tushuntirib beramiz. Ularning shartlari, men uning ichida ko'rgan tatgan bu zulmlarni, bu ichidagi ichinishlik ahvollarni hech qandag'ini hech kimga, hatto o'zimning uydagilarga tinmaslik. Agar normal hayot yashash imkoniyatini erish uchun bo'ladigan bo'lsa, yoki ota-onamni ko'rib kelish imkoniyatiga erishmoqchi bo'lgan bo'lsam, cho'qim ovozimni qat'iy chiqarmaslikning ustida shartni qo'yib turib, imzo attirdi bular. Sizningki oilangiz to'g'risida bergan ama bayonotingizni degan ahvol bilan Xitoyningki hozir o'zlari davatgan sizning shu yerda qolib qolgan oila tuqqanlaringizningki ahvoli ikkisi cho'ng farq bor ekan. Ya'ni ular boshqacha davatibdi. Shuning uchun faqat o'zingizninki bilishcha sizning urug' tuqqanlaringizningki ahvolini bizga deb berasiz. Bizniki oilamiz sizlarnikiga o'xshash nihoyat baxtli bir oila edi. Lekin shu lagerga men sulinib, buni dunyo anlatgandan beri bizning oilalarniki men, otam, rahmatlik onam, singlimning hammasi ularga nisbatan bir terrorchi oilasi aylanib bo'ldi. Amaliyotda biz normal bir insonlar edik. Hozirgi ularning ahvolini qanday bila olasiz? Hozir xabar yo'q. Aloqamiz o'zgarib qelyapti bu to'g'ri. Endi shu lagerdagi jarayonda siz bayonotingizda ba'zi inchki shu qiynash jarayonlarini bayonot qilgandingiz. Shu jarayonlarni o'z og'zingiz bilan so'zlab bersangiz.
Ma'qul. Faqat ismiga olib yo'q ama o'z-o'zine biray. 4-ayning 3 kundan 7 kunigacha Eğer'in kıstafla ucurdum 4 gündüz. 4-ayning 3-dan 7 kunigacha 2017. Yes, Your Honor. Eng dastlabda yo'lbos o'rindiq o'ltirg'izilib, rizqi kaltak, tok kaltaklar bilan qattiq urildim. Keyin mana shundaq Qarmay shaharlik Jaranbuloq saqchilarining yarasida uyida mana shunday holatda bu Google'dan ilingan suratlar apandilar to'g'ri tushunishini umid qilaman. Endi mundaq isib qo'yib, mana shu meniki butunlay kassam, dumbam, shu buljung go'shtlarim putniki, hatto beton o'tirib turib tapınımğa shu yog'och qaltaklar bilan, sim qamchilar bilan eng vahshiy usulda qiynadı meni. Siz bu qayta tərbiyələş, yəni atalmış qayta tərbiyələş bu mərkəz hökumətindən düşürülgən buyruq dəbsiz. Bu mərkəz hökuməti deganiniz nima? Men buni yerdan tushmadimmi, men onun da mening xabarim yo'q. Men buni unda arzimli xatolik o'xshaydi. Men mushu adolatsizliklarni, mushu Çinchuangu degan Xitoy qilyapti deb o'ylab, Bejingga berishni o'ylagan. Ammo atamning nasihati bilan men undan yoniq voz kechgan. Bu Xitoylar qo'li ichi iludi bilan u yuqoridan kelmasa, bu ish bo'lmaydi deb meni to'sigan Bejingga berishimdim. Hamda dadangizninki shu mərkəzdən kəmisi bu işlər bo'lmaydi degindiki ma'nini biraz tushuntirib berasiz. Nima uchun shundaq deydi? Mening atam rahmatlik 30 necha yil shu hukumatga xizmat ishlab pensiyaga chiqqan bir inson. Bu hukumatning qandaq saxtibas, qandaq rangvas, aldamchi ekanligini biladi. Har qandaq bir buyruqning o'sha markazdan keldiganligiga oid hujjatlarning hammasini xizmatlarni ishlagan. Shu sababdan o atam bunu 5 qo'lda biladi, yaxshi biladi. Bu yerdagi markaz hukumatı deganiniz shu siyosiy markaz politbyuroda qo'ydi 12 kishilik nima shulardan keldi demoqchiman. Yo'q. Bizning nazarimizda biz uni ichki nimsida ishlamagan ekan, Jongyangdan keladi deymiz. Markaz hukumatdan keladi bu buyruq deb bilamiz. Uni biz inchiklab ishtirabdan kimdan keladi, qandaq uni qonun organlari baholamasa biz onu bilmaymiz. Siz bayonotыңызda qizingizninki sizni Xitoyga qaytib berishga siz qaytmaganliginiz uchun turmga tashlandi debsiz yoki tutildi debsiz. To'g'ri. Buningdan boshqa sabab bormi? Yo'q. Boshqa sabab yo'q. Meningki qizimning o'zini har qatimda men telefonda ko'rishgan mazgilda ya dadan kelsin, ya apan kelsin deb qattiq besim qilganligi uchun biz uningga yo'q deganligimiz uchun turmoqsizdi. Bunu siz qandaq bilaldingiz misolga? Hamda qizingizniki shu sababdan tutilganligini. Meningki 80 yoshga kirgan opam boti, hammani meni o'zini Xitoyning o'zi tutadi. Men sana buni o'zini ochiqlab beray deb opamni o'zi ochiqlab berdi. So'zlab berdi. Butun jarayonni. My mother, who was 80 years old, when I spoke to her, she said that I know that the Chinese authorities will arrest me, but I will tell you the truth, what happened, and that's where I learned about my daughter. Siz 96 yılı vatandan chiqdim debsiz, Jongodan chiqdim debsiz. Şu en axir qetdim şu Jongoda 96 yılı shu yerda bo'lgandingizmi? Xitoyda shu yerda. To'g'ri. Yes, that's correct. Sizning bolalarınız qancha yoshda 96 yilda? 96 yılda çoğun balam 1990 yılı 12. ayının 1'i doğuldu. Kızımın özü 1992 3. ayının 15'i doğuldu. Ben mektepte okumalı için belki doğru hesaplayamazlığım mümkün. Benimki perzimce oğlumdan özü 8 yaş, kızımın özü 5 yaşım oldu, 4 yaşım oldu. Tam hesaplayamadım. En axir qetim ular bilan qachon ko'rishding? Ko'rdingiz misolga? En axir qetim ben chet elga chiqib
Şivsiyaga kelip 2004'te Şivsiyaga geldim. Herhalde 2005 oluşu lazım. Kompüterda görüştüm. 2005 değil mi? Herhalde 2005 enik kallamda yok. Tatip kim bekiyotgan ularni? Qaynanam baktı erimninki apisi. Chiqish uchun qandaq bir ish nimalarni qildingiz? Qandaq bir tirishchanliklarni ko'rsatdingiz? Ballarımın çıkış için her xil yolunu özünü denedim ama hiç qandaq işte başaramadım. En ahiri Şivsiyadan pasport berdi. Pasport bergenden keyin Beyjanga kelganda aeroplanga chiqqan vaqtimda tushirib oldi ballarımın o'zini. Xitoyning saqchilari. Ular chiqadiganqa imkoniyati bor, lekin aeroplandan Xitoy hukumatiningki saqchilari ularni tushiribdi. To'g'ri, Şivsiyadan pasport berganda hozirda peshin berisi bor Şivsiyada. Shu vaqtning o'zida qiynapingiz bekiyotgandimi bolalarni? Shu Qaynanam beqandi. Yes. Ular sizga qandaq sababni berdi? Misolga nima uchun sizni bolalaringizni chiqarish, to'sashning sababini? Ballarımın çıkamasının sebebi bizimki ailenin siyasi aile de hükümetin qarğalığı üçün biz chet aldı yaşağalığımız üçün ya ki dadısı ya anası birisi kilidi ulu kalıdık ballarını yolga salımız da sebebini şunu koydu. Endi agar siz qaytib borsangiz shu berishdan nimadan ansirdingiz? Ben aslında berişte özünü denedim öydekiler kemme dedi bizimki ailege her ayda saqchilik kirib men xat yazishini de bilmayman balangdan nima xat keldi nima yo'lladı deb her ayda ularga qattiq bisim qilganligi uchun ailem faqat kemmasin kelsan seni o'zidan ham turmog'i solaydi ham seni o'zini hayot qo'ymaydi deganligi uchun borolmadim. Yilning ichida ularmi tutilib ketganligini angladingizmi? Qandaq ahvolda? Benimki ailem olsun, yoldaşımın ailesi olsun. Hiç hazır sırt yok. Hem bir Xitoyninki tormusu da beni bu yerde. Bu benim kızım. Bu benim kızım yenideki balısı Nevrem. That's her child, my grandson, oğul mu? Evet, balısı oğul. Grandson. Bu beni hamile vaxtıda soladı kızımın özünü. Yeah. Bu resimni ular yollab berdimi sizga? Evet, apam yollab berdi. My mother sent you. Via phone. Telefon orqali yollab berdim. Her vaxtıda Xitoyning bir apını... Vecha, shunaqmi? Şunu da yollab berdi. Ya, qizingiz tutilib ketgandan keyin tutqun jarayonida nima ishlar bo'lganligini bilamsiz? Başka artık bir nasıl bilmem kızımın sol vağındayken bizimki ailedekilerden hemisi mankarta telefonun hemisi itibatından ki işkanlıktan hazır kadar alakam yok. Kızım Xitay'ın oturmusu da öldü mü, yakı hayat mı, oğlumla mı şunda bilmem. En ahırkı qitim siz apınız bilen paranlaşqa vaqtida 2015 yıl deyishnoqmi? That's correct. Siz yo'ldoshingizningki salomatligi ham jihatdan bugun bu yerga kelanmaganligini bayon qilibsiz. Shu to'g'riliq, ya'ni o'ziningki tan salomatlik jihatdan ham psixik jihatdan qandaq bir ahvol shuni bir bizga qisqacha tushuntirib berasiz. Yo'ldashimdan ki tan salomatligi shakar hastaligidan başka tarafta yaxshi ama psixik taraftan çökük. Endi bu o'ziningki salomatligi bu endi yosh cho'ng'ayganlikdan salomatligiga ta'sir etdimi yoki shu burunqi beshidan kechirgan ishlar ta'sir qildimi? Burunqi beshidan o'tgan ishlar ta'sir qilgan uningki turmada yotgan mezgilida qattiq beshiga urayotganligi uchun hafızı kaybı yok olan bana aralığında cihbenesin yüzünü %70 unutuldu, devamlılık unutuldu. Biz onu yüzüne esletip oturmasak unutuldu.
Siz özünüzün salametlikiniz doğrusida bayan qıpsız, doğru içmən dəbsiz, muş doğrusida biraz sözlər biləmsiz. Benim salametliğim fakat yaxşı emas. Şevsiyada 50% işleyemaydı diye raporumda var. Meniki depresyon darısı içemem ben. Yok, uyku darısı alamam. Devamlı. Bu doğrularını kaçandan başlap içiyorsunuz? Ben o darlının özünü asasen kızımın ayrıplantıını düşürüp alğanda yakı meniki roki yadım naçar bağallığı için. Sen 6. yıldan başlap mı? Hayır. Şevsiye'ye kelgenden başlap kızımını tormağı soluğandan başlap da onudaki tekim ağırlaşma başladı. Bir anının ki ne kadar azaptat kaldığını, balının ki anın için balının ki kaçılık kıymetli kelliğini anı vakılı buladı. Benim ki bu taraftan. Michael Endi siz bilişinizce, çünkü siz bütünlay iş kim bilen alaqılışamağanlığınız üçün hazır ulanın xəbərini bilməyəsiz. Ama sizin pərizinizce ular həmisi tutulub getdi, şunaqmı? Yes, that's correct. Bu birli sebep sizin uruq tuqqanlığınız boğanlığı üçün, şunaqmı? Doğru. 2014 yıldan hazırgıçlık qancha kişi sizin ailenizden tutulup getdi? Yoldaşımdan ki ailesi bizden aile bulup 60 dincek buluşu mümkün. Menimki pərizimce. Mesela apınız hem qinanınız şularının işçidimi tutulup getkenlerinin işçidimi? Qinanam tutulmadı. O özü ecelinden öldü. Qağalarının özü Xitay'nın ki tormasa da buluş mümkün. Onların ki hazır öldü mü, yaki hayat mı, hiç qandaq xəbərim yox. Ne ballarımdan, ne beytuqalarımdan, hiç birisinden xəbərim yox. Siz vətəndən çıxıb getkəndən keyin ballarınız qandaq bir məktəblərə bardımı, oxuş, məsələn, Xitayçı məktəbdə oxudu mu, qandaq məktəblərdə oxudu, xəbəriniz varmı? Məktəbdə oxuğunu özünü bilmə, amma Xitayның məktəbində oxudu mu, yoki Uyğur'da oxudu mu, ona da xəbərim yox. Əmdə bizim bilişimizcə Xitaydan çıxmaq intayın qiyin, çünki ular kontrolsuz ayet için. Şundaq bir şəraitdə sizlər qandaq çıxaladınlar, qandaq çıxandınlar şunca? Menimki yoldaşım qaçaq yol bilan çıxdı. Ben başka birisininki ismi de pasportunu üzerine setip edip çıktım. Ben sizden fakat iki sual sormak için. Birincisi, siz hazır Şevsiyədə yaşaş cəryanınızda Xitay hökuməti sizə parakendirmədə sizdən avarı qıldı mı? İkincisi, əşədə özünüzünki tilinizni, özünüzünki mədəniyyətinizni ballarınızğa ügütüb atamsınız. Qaytadan bir de kalandan çıktı. Birinci sual, siz Şevsiyədə yaşaş cəryanınızda olubma hazır, Xitay hökuməti sizni parakende qıldı mı, sizni avarı qıldı mı? Birinci sual. Birinci sualga cevap vereyim. Benimki pasporttaki ismim başka boğaçqa, benim özünü tapamağanlığı üçün beni özünü cəhrəsiz qılanmadı. Ama yoldaşımın özü ismini özgertmegen boğaçqa, onu özünü kapı qıldı. Hazır numarını özgertkendeyken, hazır onu çakılmadı. İkinci sual, siz şu Şevsiyədə yaşaş cəryanında ballarınızға Uyğurca til ügütüb və Uyğur mədəniyyətini şulağa ügütüb atamsınız. Ügütüb atım onu özünə. Yes. Siz özünüzünki Şevsiyə oldunuz ba? Şeyinki pasportunuz. Yani nüfusu öttük pasport var. Yeah, I hold Swedish passport. Şu Beijing turuşluq. Şevsiyə elçixanası sizinki ballarımızın qayerligini izdirigini qilishqa yardım qıldı.
Biz ulardan onu talep qilmadik. Talep qilsak baribir Xitoydan bu Shvetsiyaning kuchi yetmaydi, Xitoy hukumatiga. Buning uchun biz talep qilmadik. Sizden naydi inçik suallarını sorab sizni naydi bearam qildik. Endi en ahırda sizin özünüzün şu sotqa deydigan sözleriniz barmı? Bu sotki herkese köp rahmet aytaman. Meningki dadimni tanışıganlığı üçün ularga köp rahmet aytaman. I just